Bizi tochoq dushdan chiqmaydigan bo'lib qoldi. Sigiri chekyaptimi? Hozir somsaxonaga so'z qilaman. Dada o'lib qolaman shekilli. Chekasan hayvon, yana bir marta chekki, boshqa narsa chekasan. Ha, hayvon shuncha boylikni kimga qoldiraman? Bir hunar ham o'rganay demaysan. Qishloqqa borib itni ishlataman seni, yurmay yoqqa qo'yaman. Dada men sizga arab emas, meni big'illatib ishlatyapsiz. Men sen qo'yag'iga Xonsaroyda fazo loyihasida 22 oylik muddatli to'lovga white box holatda uy olib qo'yibman. Dada araba topaylik. Ming'illama hozir aravani o'rtasiga tepaman. Dada o'tiradigan apparat bor edi-yu. Sen o'rasan hayvon. Bir gektar turibdi hali. Tez ol. Nodirbek o'g'lim obedga chiq. O'g'lim obedga emas, shomga chiqar shekilli. Nodirjon o'g'lim. Nodir, tur ishga yaramayapsan. Seni sportga olib boraman o'g'lim. Ketdik dada. Dada men yomon qo'rqib ketyapman. Qo'rqma, mujik bo'lasan, meni o'g'limsan, davay bos. O'g'lingiz o'lib qolmaydi, ish qilib. O'lib qolmaydi, sport bilan shug'ullansin. Bolangizni bo'ynisini diyor. Qo'ya surtib qo'yamiz, yaxshi bo'lib ketadi. Yetar uzoq kelyapti. Mahallani obodonchiligiga qarash. Ye rais bu? Kimdir suvga tarif po'choq tashlayapti, uni ushib olsam, qamalda o'qiladi. Mahallani obod qilguncha o'lib ketmasam bo'ldi-da. Rais bu, nozimni o'lib do'ga ochar ekan, bitta kirib ketmasangiz bo'lmaydi. Bo'ldi, o'zim ko'rib kelaman. Sen yab-yab razvedka qilib tur. Tamom. Yangi do'konlar qulluq bo'lsin. Mahalla ham maza qiladigan bo'pti-da. Qanaqa kiyimlar sotilyapti? Rais bu, bu yerda murskiy kiyimlar, jenskiy kiyimlar, unisex kiyimlar sotiladi. Hayvon. Yop do'konda. Mahallada unaqa uyasiz kiyimlar sotilishiga yo'l qo'yilmaydi. Xarajat qilib qo'yganmi rais bu? Xarajatingga harakatim. Yo'qot, yop. Uyasiz kiyim sotasan? Bu katta tuxumni kim tug'ibdi? Anjali bola katta mega tuxumni ixtiro qildi rais bu. Yo'q, viloyatdagi hamkorlar dillilar aloqaga chiqayotgandir. Qo'shni davlatlarga fura ketyapti rais bu. Zo'r narsa ixtiro qildi. Biz mahalladagilarga emas, do'konlarga, bozorlarga to'ldirib tashasiz. Xo'p bo'ladi. Rais bu aka sizga bitta gap bor, yuringlar. Yurchi. Rais bu onlarga qarang, ichib o'tirishibdi. Shayton mazmun bo'lyapti, yurchi. Shu dizalaring. Kecha tog'am bitta bolani qo'lini chop tashadi. Nimaga? Nima bo'lardi? Quymaganiga, qo'y. Sen qo'yg'ag'lar mahallada ichadigan bo'lib qolishdingmi? Qo'shni mahallaga borib ichimiz-a? Bolalaringni o'ylasanchi, alkashni bolasi degan non qoldirmasdan, Rais, sendan kattasi kelsa ham ichamiz. Kuchi yetadimi duxumni olishdi. Rais buva bilan o'ynashma, duxingni sindirish kerakmi? Mana! Choy damlab ichasan, hayvon. Bironta mahallada aroq ichishgan, qahman yo'qilamoqmi? Biz bir kam 70-yillar dachaga yo'lga chiqdik. 69-yilmiz-ku. Bir kam 70 deyover, ketdik. Otaxonlar mana dacha, faqat qiz-piz olib kelmaysizlar. Nimamizga hisob kelamiz? Nimamizga hisob kelamiz? Qudandali odam bo'lsak. Nimadir deng, quda? Indamay xo'p deb qo'yavering, quda. Onangni ham gulg'oma issiq ekan-ey. Ha, o'zi savuni issiq bo'ladi-da. Indir. Indir. Suvsin. Mazzayu. To'g'risini ayt, qaysi birinchi chiqardi? Emas. Bunaqa ob-havo qishloqda ham bor-ku. Massaj chaqiring dachaga. Chakras qo'yag'lar surtib, relax. Allo, massajmi? Hozir massaj chiqib keladi, atir-patir seyf olishga. Adikolon zo'rini sepganmiz. Sizlarni massaj chaqirgan? Jichcha g'alati emasmi? Otaxon, birinchi sizdan boshlaymiz. Otaxon, men tuxum bilan massaj qilaman. Tuxum deydimi? Aniq massaj chaqirdingmi? Otaxon, tayyor bo'lsangiz boshladik-a.
Shu yoshlarga o'xshab tetik bo'lay deyman, shu bel margat qiladi-da. Alo, qizim. Bobojon, srochniy xonamga kiring iltimos. Xonandaman qizim, gapir. Bobojon, Xonsaroyni muhabbat shahri loyihasidan boshlang'ich 10% to'lab xonada xarid qilmoqchi edim. Hujjatlarim juda ham kerak bo'pti. Xonamga kirib notebookda yonini bosing, yonadi. Yoqdim qizim. Sichqonchani ko'rdingizmi? Chichqon? Ko'rdim chichqonni. Xonanda top o'ynama deganman, qizim, chichqon ko'payib ketibdi xonanda. Yo'q, stol ustidagi sichqonchani aytyapman. Ha, ko'rdim, chichqonmi bu? Ha, o'shani sekin aylantiring. Aylantiryapman qizim. Nima chiqdi? Hech narsa chiqmadi qizim. Bobojon, stol ustiga qo'yib silang. Asalim, poponam. Chiqdi qizim. Strelka chiqdi. Aha, o'shani burchakka boring, burchakka. Uyni burchagiga olib keldim qizim. Obbo, kompyuterni oldiga boring, bobo. Katta odamning haqqimidi. Raborchi stol ustida papka turibdimi? Ha, papka turibdi qizim. Papkaning ichida nima bor, bobo, papkaning ichida? Papkaning ichida fayl bor qizim. Ha, o'sha fayl ichida nima bor? Chota fayl pustoy qizim. Qo'rqitmang, bobo, qanaqasiga pustoy bo'ladi papka? Ha, mana xonandagi stolda papka ichida fayl bor, pustoyda qizim. Ey, bobo, ekran ichidagi papkani aytyapman, ichida fayl bor, fayl. Ha, shuni aytmaysanmi qizim? Ha, mana burchakda bordi. Ha, o'shani 2 marta bosing. Ha, qizim, sen uchun 2 marta emas, 4 marta bosib qo'yaman. Ana. Nima chiqdi? Удалить все. Şöyle. Mo'ylov bor edi-da. Mo'ylov bor edi. Uy. Oh. Chetga o't. Oh. Voy ana. Atak zo'r ko'chirgan bor. Mo'ylov yopib paxta qo'ygan. Mo'ylov yopib qo'ygan. Paxta turibdi. Mo'ylov paxtaga qo'ygan ekanlar. Voy. Voy, motorab chiqmayapti. Tort. Yo'q, qattiq, yomon qattiq. Cho'ta sekin cho'chib ulangan ekan ozgina. Asl yuzi shunaqa ekanda. Niqobi. Asl yuzi shunaqa ekanda. Sochlarim ko'chirib yuboribdi. Uy, ana. Xullas, yangi video chiqdi, hozir qo'yaman. Mana. Yangi video chiqdi, ko'rib, like, kommentariy do'stinglarga jo'natib qo'ying. Katta ana. Optimus Prime'dan. Yakshanba kuni damalay deganingda mana ko'zing yo'layimni o'ldirib uyda yig'ishtirish kerak-da. Oyog'im to'lib ketdi. Jitta jippa-jip qilib turgan. Aya, narkoxonaga chiqib tursak bo'lmaydimi? Narga uyib olinar ekan, qurusin keyin kirasanlar. Hatyab yakshanba kuni damalaylik. Voy, jichcha damalab olay, ertadan sug'ur kuni boshlanadi. Kimi adam telefoniga hozir nimadir topasizda, keyin ajrashaman deysiz. Maqsad ajrashishmi? Dadasi turing bozorda qilib kelamiz. Ha, ming'illamay yo'layasiga o'xshab jag'i tinmaydi buni. Nima dedingiz? Yo'q, madam Fufu, siz nima deysiz shu? Yakshanbada ham damalami o'zim. Aka qo'y yog'idan oling, qo'y yog'idan. O'zi qo'y yog'im chiqib turibdi. Tezroq yuring dadasi. Aka, sizlarga jalba tushibdimi? Qanaqa jalba? Ha, xotiningiz har 2 soatda pirzoz qilar ekan, ovozga chidolmay qo'shnilar jalba qilibdi-yu. Yo'q, jalba tushgani yo'q. Jalba qilgan? Jalba yo'q. Jalba qilgan. Va jalba yo'q. Yo'q jalba tushmagan. Xonsaroyda uy olib chiqib ketamanmi deyman-da, shu ovozi ham eshitilmaydi. O'ta mustahkam. Nima tozalikka qarash yomonmi dadasi? Apchi! Odamni sharmanda qilding. 1000 marta aytganman, ko'p bo'yanma deb. Ha dadasi, shunchaki aks turdim xolos. Aka, toza tabiasal olasizmi? Yo'q, kerak emas. Aka, ariyani to'zitib o'zim olib kelyapman. Qarang, chaqib tashadi. Yo'q, kerak emas. Ona arisi ham bor ichida. Voy, ona arini qidirib kelishdi. Voy. Yangilikni qara. Xonsaroyning muhabbat shahri loyihasidan boshlang'ich 15% to'lab uy xarid qilishingiz mumkin ekan. Zo'r ekan u. Bolangizga hunar ham o'rgatay demaysiz. Qachon sportga boring,
Dada, Ana, daydingiz keldi. dada daftarim tugagan ekan, mashinangizda dars qildim. Dada, mana kapoti bilan mana o taraflarda matematikadan dars qildim. Mana bu tarafida odam va uning salomatligidan dars qildim. Ertaga mashinangizni berib tursangiz, ustozimga uy vazifani ko'rsatardim. Qo'yag'i, signal berma. Odam bo'lib keldik, odam bo'laylik. Sen odam bo'lishsan. Joningga tegdi. Nima qilding mashinani? Yur oldimga tush. Sportga beraman seni. Bolangiz hozir oyog'ini sindirib qo'yadi. Dada, raqib tayog'ini balovoy tortib sindirdim, lekin nimagadir meni oyog'im og'riyapti. Turing, shuni sig'madimi? Endi aka, bu o'z nomi bilan o'g'ri mahalla. Narsalaringizga ehtiyot bo'ling. Shuni bo'ling. Hey, yaxshi ham mana knopkali telefonimni olib ketib qolishman. Telefon ketdi-da. Akajon, uyga yetib olay. Telefoningiz bo'lsa berib turing, shunday telefon qilib olay. Mayli. Telefoningiz olib ketdimi? Kichik orqasidan boramiz. Men jo'ram telefonni berish. Bu meni sheriklarim. Chiqar pulni. Va, onasini yemsin. Bu o'g'ri mahallada kimga ishonishni ham bilmaysan. Mana, bor pulim, mana. Nima yurmayapti endi bu ham? Benzinni olguncha moni oling, mo skuterni oling. Hozir mayaqda edingmi, mayaqda paydo bo'lib qoldingmi? Itash boraylikmi? O'zim olib ketaman. Yaxshi ham mana skuterimni nevaramga olgan anjonli bola to'yis qoldi. Endi mendan hech bolani o'g'irlash olmaysanlar. Ye, orasini yepsin. Ye, skuterim qani? Va, onang. Shipshidon bo'ldim, qaytib bu o'g'ri mahallaga kelmayman. Aka, telefon bor, olasizmi? Olaman, uyga yaxshi yetib olay, mana paypog'im ichida asragan $200 bor, bering. Ye, o'zimning telefonimmi? Voy, telefonim. Voy, bolalar. Voy, telefonim. Va, qo'yag'lar.